charchadim. Sekin nima qilsa. Choy oluvdim. Bir choy ichib. Judayam ajoyib bo'ladi. İşte o'tiramiz to'nkada. To'nka ham yuzakkina ekan. Termos ko'pincha o'zim bilan olib yuraman. Bolalar choy deb qolishi mumkin. Keyin o'zim ham cho'llagandan sovuq otib ketganda issiqqina juda yaxshi ketadi. Shuning uchun ba'zida choy bilan o'zimni xursand qilib yuraman. Va albatta bismillah. Choyimiz joy. Issiqdan ham. Jahnu reklama qiladigan joylardan reklamalar bo'lsa bor. Qo'yib falonchi, tugonchi markalar zo'r ketadi. Do'konda bir shirinlik oldim o'shani ham. Sizlar ohuni yeb olganday bo'lamiz. İşte böyle svejий do'kondan qilaman. Va kanal bilan ajoyib ta'mi bor, o'ziga yarasha. Ko'rishlar mumkin, chiroyli qilib nima qilib qo'ygan. Ko'rishlar mumkin. Kanal mazza qilib yeb olamiz hozir. Bismillah. Albatta ko'p chiqib ketishim chunki yolg'izlik ko'p nima desa bo'ladi. Yolg'iz qolganda odam ko'p o'ylanadi. Yaxshi, yomon, foydali, foydasiz. Ko'p narsalarni o'ylab, o'zingiz bilan o'zingiz nima qilib o'tirasiz. O'zingiz savol berasiz, o'zingiz savolga javob berasiz. O'shanda odam oldindan nima qilishga tayyor bo'lib boradi deb o'ylayman. Kanal bo'ldi ham ajoyib qilingan bo'lsalar. Choymi zo'r ketadi. O'rmonni zavqini eshitayotgandirsizlar ana. Shamol bilan o'rmon mujassam tansi tushyapti. U hidini bilib qolsa ba'zi bir hayvonlar keladi, chunki hayvonlar uzoqdan hid bilish xususiyatiga ega. O'shaning uchun ko'pda atir sepmayman. Atir sepsi juda yomon o'rmon. Shunaqa do'stlar, kuzatib boringlar. Bir niyatim bor, bir mana bundoq palatka qilib, bitta odamli palatka qilib. Shu endi albatta yoz paytlari qilish kerak, sovuq qaqshab qolishi mumkin. Yani she'riy bo'lsa qilib yuborsa bo'ladi, kostur yoqib, kuni bilan o'tirsa bo'ladi. Mana shu daraxtdan chiroyli davom etib stolga yasasa bo'ladi. Ko'p narsa qilib bo'ladi.